nima ish bor? Ayting, nima ish bo'lsa qilamiz, opa. Nima qilish kerak, opa, ayting. Menga patolog ishlash kerak. Bizda mana. Qani so'ling. Keling. Bo'ldi, biz boramiz. Siz nima qilasiz? Billa qilamiz. Ha, bo'lma, o'g'il ikkovimiz qilib ko'ramiz. Bo'ldi, biz boramiz. Oho, Al-Hadar kinosidagi o'yinmi dada? Yo'q, o'g'lim. Shaytanatdagi Asadbekni qaroriga qo'ydi. Mana tepani tuzatib, keyin mashina mashaga tuzatib qo'ysanglar bo'ldi. Dada, qo'lim ochdi. Opa, bolam yegan hech narsangiz yo'qmi? Bechara ochlikka chidayolmaydi. Men chidolaman. Mana yeb, ish tezroq boshlaylar. Vau! Sekin yog'ing dada. Bu bolangiz bekarga och qolmas ekanda. Nima qilay? Sinnakanda o'zimni tuyolmayapman. Bo'pti, meni ishxonaga chaqirishyapti. Kelgunimcha ish tugatib qo'yinglar, xo'p? Qo'ying. Ular hech narsa qilmabdi-yu. Ey! Ish qilmaysizlarmi? Opa, kelmasmi? Qo'limizdan kelmaydi ekanda. Ustamsizlar o'zi? Ha, opa. Yeb icharga ustamiz. Jonimga keling. Jon opa, bizni ham qiynamay tunikafon qildirib qo'yavering. Ham arzon. Qattan topaman to'yga ko'p qolganda. Hozir. Alo, Mirolim aka. Hurmatli cheksiz Andijonim, sizlarga yuqori sifat, hamyonbop bo'lgan tunikafon xizmatlarini taqdim qilamiz. Alkafon stil, Sharqona stil, MDF, Hightech uylarni va do'konlarni fasad qismlari, uylarni kirish qismi, darvozaxona, shapka, o'stirma va so'killariga Toshkent metal zavodining 037 va 040 qalinligida bo'lgan tunikafonlar ishlatiladi azizlar. Ustalarning afzallik tomonlari o'zlariga kerakli bo'lgan asbob anjomlarni olib kelib, sizlarga ortiqcha xarajat tug'dirmaydi. Diqqat bo'lmang, xola. Xo'p, qo'ymayapti. Go'dayda nima gunoh?